Assalomu alaykum. Bu video sizga bejizga chiqmadi. Sababi siz narxlari juda qulay narxda bo'lgan inomarka qidirib yuruvdingiz. Biz sizga mana shunaqa inomarka tavsiya qilamiz. Jack kompaniyasining Jack G7 liftback uslubidagi mashinasi. Siz tayyor bo'lsangiz, biz video obzorni boshladik. Aytgancha, bizni qo'llab-quvvatlash uchun bir dona like hamda pastda tugmachasini bosib qo'yishingizni so'raymiz. Va mana shunaqa mashina so'rab yurgan tanishingizga samolyotchani bosib qo'yamiz. Ana endi ketdik. Jack G7 kapot ostida 150 ta naq, 150 ta ot kuchi, 1.5 lik turbina motor, 4 portionlik. Hop. Yaponiya bilan samimiylashtirish motor turibdi. Oldi ko'rinishlaridan Mercedesga albatta o'xshatdingiz. Bunga ishonchim komil. Hop. Optika qismlari zavodskoy LED faralar bilan jihozlangan. Buni sizga hech kim hech qachon bunaqa fara qo'yib olsin demaydi. Sababi bu o'zi zavod tarafdan ishlab chiqarilgan. Hop, mashinamiz materialiga keladigan bo'lsak, atsinkovni 0.9 mm qalinlikdagi atsinkovni, ya'ni chirimaydigan, eroziyaga uchramaydigan hop, kuzov detali bilan jihozlangan. Hop, mashina 17 razmerlik quyma alyuminiy disk hamda yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan. Diskovoy oporalariga ham ahamiyat berishingizni albatta so'ragan bo'lardim. O'zini sinfini ichida ajralib turadigan fishkalari juda ko'p. Faqat videoni oxirigacha ko'ring. Hop, mashinamiz 5 ключевой достуp bilan jihozlangan. Mashinani yopganingizda bakoylar yopilib, oyna ochiq qolgan bo'lsa, yopilishi. Ochganingizda esa bakoylar ochilib, hatto oynalarni ham ochishingiz imkonini beradi. Salon qismiga sal keyinroq o'tamiz. Hop. Mashina benzinda 100 kilometrga atiga 7-8 litr rasxod qiladi. Xo'p, orqa tomonga kelamiz. Liftback uslubidagi mashinamiz liftback. Nimasi bu? Bu sedan emas. Sedanlar bizga ma'lumki, bagaj bunaqa ochilmaydi. Liftback oilasi esa mana shunaqa bagaj bilan jihozlangan bo'ladi. 540 litr mana shu holatida. Agar shtorkani olib turib, siz sedanni yotqizadigan bo'lsangiz, 650 litr naqd bagaj hajmiga ega bo'lasiz. Buni men bejizga aytmayapman. Mabodo nimadir yuk kerak bo'lib qoladigan bo'lsa yuklash sizga labo xizmat kerak emas. Xo'p, mashina bilan hozir anchagina biznesmen akalarimiz olishgan, shug'ullanishyapti. Hop, bularga misol keltiradigan bo'lsam, davlat ishida ishlaydigan yoki bo'lmasa Yandexda biznes klassda ishlashni xohlaganlar uchun ham ajoyib variant. Narxi juda arzon. Eshitib turing. Xo'p, orqa tomondan zadi kamera bor. Bu yoqqa o'rnatilgan va monitorga priyam olib beradi. Ajoyib uslubdagi monoqosh sensor datchik parktroniklarimiz bor. Jack G7 emblemasi bilan. Hop, bu yoqda esa benzin bakimiz turibdi. Benzin bemalol qo'yishingiz mumkin. 92, 95, 98 farqi yo'q. Orqa tomon. Orqa tomonni ko'rib chiqamiz. Men hozir u tarafdan kelaman. Mashinani olgansiz. Hop, siz Yandex qilmaysiz. O'zingizni ishingiz uchun. Agar zakisga, ya'ni nikoh to'ylariga zakaz qilsa ham o'zini o'rnini kurtoy mashinalar ichida albatta topa oladi. Orqa bemalol o'tirish uchun mo'ljallangan. Bu yoqda podagollik bor. Ikki kishi o'tirgan holatida ham yoki hoji aka o'zingiz olib qo'ying, shoferingiz o'tirib turib qo'yasiz. Bu yoqda o'zingiz mazza qilib ketasiz. Hop, o'rindiqlar joylashimligi juda yaxshi. Shaxsan o'zimga yoqadi. Suyanganda, orqaga mana bunaqa suyangan paytingizda ham ikkita bokovoy padushlari sizda juda yaxshi ushlab beradi. Aerobaklar bilan jihozlangan orqa tarafda o'zida chiroqlar bor. Mana bu tarafdan ko'rishingiz mumkin, mana yoqib qo'yishingiz. Hop, bu tarafda esa konditsioner reflektorlari joylashgan. Hop, bu yoqqa nimadir qo'yishingiz uchun joy, USB portlar ulash uchun ham joy ajoyib qilib o'rnatib qo'yilgan. Ana endi siznani mashinani oldi siznasiga chiqamiz. Mashinamiz ranglaridan oqini ko'rib turibsiz. Qorasi, qizili ham sotuvda bor. Xo'p, mashina xohlasangiz operator o'z tarafdan ko'rsatishingiz mumkin. Men ko'rsatib o'tib ketaman. Torpeda qismi. Torpedalarimiz juda sifatli plastikdan ishlab chiqarilgan, issiqda, sovuqda o'ynab yoki oqarib qolmaydi. Hop. Center zamok
elektron oyna ko'tarib yopadiganlar hamda qo'l qo'yib ketish uchun ham ajoyib bo'lgan yumshoqqina materialdan ishlangan va ajoyib qilib o'rnatib qo'yilgan. Hop, torpeda qismlariga chiqadigan bo'lsak, eko koja bilan qilingan, bu yoqqa torpeda chiqol shart emas deb o'ylayman shaxsan va olgan mijozlarimiz ham torpeda chiqol qo'yishmagan. Hop, deflektorlar ko'rib turibsiz, 15 razmerli kattakon monitor. Bu Android monitor hisoblanadi. YouTube ko'rib bemalol qo'shib ham ketishingiz mumkin. Bu yoqqa telefon qo'yib qo'yish uchun joy, beskuluchoy do'stlik bor, bespirodniy zaryadkasi yo'q faqatgina. Hop, bu yoqda esa kabellar ulash uchun joy, ya'ni USB portlarimiz, fleshga qo'yadigan joylarimiz bor. Hop, bu esa skor rechagimiz hisoblanadi. Mashina start stopda zavod qilinadi. Avarinka o'zimga yoqadigan joylarning yana bittasi mana bu avarinkasi. Ko'p mashinalarda bilamizki, bu yoqqa yo bu yoqqa bo'lib, uni svetoforda kelganda yo tormoz bosib to'xtagan paytda buni qidirib qolishimiz mumkin. Yo'q, bu juda qulay va oson joyda joylashgan. Mana bemalol mana shunday ketayotgan holatda ham tormoz bosib avariyaga bosishingiz mumkin. Avtoholdlar o'rnatilgan. Hop, mashina sport eko normal rejimda yurib beradi. Paststakanchiklar, bu yoqda esa ajoyib bo'lgan bar. Yana ham bitta narsa, sidenalarimiz sportivniy uslubda ishlab chiqarilgan va eko koja dan tayyorlangan. Choklari ham hozir ko'rsataman. Ajoyib uslubda tikilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Choklarini ham yaxshi. Mashina abagrev bilan chiqarilgan, ya'ni isitadi. Hop, endi mashinamiz tepa qismiga keladigan bo'lsak, bu yoqda salon ko'zgusi, bu yoqda ichga qo'yib qo'yish uchun joy, hop, salon chiroqlarini yoqish uchun tugmalar hamda panoramani lyukni ochib yopish uchun ham tugmalar o'rnatilgan. Bu yoqda ko'rib turganingizdek lyuk mavjud. Hop, shtorkasi faqatgina ruchnoy. Yana buni qilib yopib ochib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, rullarimizga keladigan bo'lsak, rullarimiz ajoyib chiroyli qilib o'rnatilgan. Cruise control, climate control, multi rul hisoblanadi. Umuman olganda juda yaxshi o'rnatilgan. Hozir men mashinaning rulidan juda uzoqdaman. Orqaroq qilib qo'yganman. Buni bu yoqqa qilgan taqdiringizda orqa juda ham katta bo'lgan joy ochiladi. Masalan, mana shu holatda men uchun o'zimga juda qulay. Hozir operator bu tarafdan kelasiz, mashinani sidenasini ko'tarib tushirish funksiyasini ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Hop, mashinada oldi taraf ko'rinishi qiyin, misol uchun. Uning uchun mana domkaratni ishga solamiz. Mana mashina agar video orqali sezilayotgan bo'lsa, anchagina ko'taradi. Ya'ni sizni tepaga ko'taryapti u. Hop, yo'q, agar sizga balandlik qiladigan bo'lsa, mana shu nasos ishlatasiz, endi sideniya nasos hisoblanadi, pastga tushiradi va o'zingizga qulaylab olishingiz mumkin bo'ladi. Mashinaga bitta polik hamda tonirovka qilsangiz bo'ldi. Mashina mendan tavsiya qilmaymiz, proponda yurgan ma'qulroq. Chunki motor baribir ham turbina motor hisoblanadi. Agar nimadir esimizdan chiqqan bo'lsa, buning uchun uzr so'raymiz. Bizga ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Mashinani tan narxiga keladigan bo'lsak, 235 million so'm chegirma, ya'ni aksiya holatida xarid qilishingiz mumkin. Mashinani qaysi tartibda olaman? Mashinani olish tartibi boshlang'ich badalni to'lagan holda bankdan 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda bemalol avtokredit qilib olishingiz mumkin. Leasing kompaniya bo'lsa, bemalol leasing kompaniyadan yoki MCJ, ya'ni pul o'tkazish, перечисление bilan olmoqchi bo'lsangiz ham marhamat, mashinani beramiz yoki naqd pulga. Yana qandaydir savollar bor bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldirilgan, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Menejerlar qo'ldan kelgancha batafsil ma'lumotni berishadi. Tashkent Motors doim sizning qulayligingiz uchun va hamyonbop bo'lgan mashinalar sotadi. Buni albatta inobatga olib qo'yasiz degan umidamiz. O'zingizni keyingi videolargacha ehtiyot qiling. G'oyibona uchrashish hammamizga nasib aylasin. Tashkent Motors sifatida xizmat qilamiz. Sog' bo'ling.